kitmuzon.net taqdim etadi. Nahot bugun so'nggi bora bir sinfda uchrashamiz. Nahot endi biz tobora sirli hayotga shoshamiz. Hali anglolmagan asrorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Nahot hijronga oshkora yuraklarda joy beramiz. Sinfdoshim yo'qmi chora, fursatlarni boy beramiz. Senga aytolmagan izhorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Xayr, alvido, umrimizning zarlavzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori, gullari a'lo. Xayr, alvido, maktab alvido, sen umrimiz zarlavzasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz, ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido. Partalarning orqasida qolib ketdi xayolatlar. Ismimizni olib uchgan o'sha qog'oz samolyotlar. Hali chinga aylanmagan xayollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Ne uchundir bilmam kechir, kafting tutsam sezdim titroq. Ey sinfdosh, men ham seni ayrilar choq sevdim ko'proq. Senga berolmagan sirli savollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Nahot keldi o'sha dam, qayg'uli dam, ko'zlarimiz to'la yosh, qirda alam. Bahor fasli tugayotgani xuddi umrimiz bahoriga yaqin bo'layotgandek tuyulaveradi. Dam badam, yana alam, bizni ayirayotgan so'nggi qo'ng'iroq, xuddi yuragimga zarba berayotgandek ta'sir etadi jongina. Xayr, alvido, umrimizning zarlavzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori, gullari a'lo. Xayr, alvido, maktab alvido, sen umrimiz zarlavzasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz, ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido. Assalomu alaykum. Munis va mehribon qalbida ilm gavharini tizgan mehri daryo ustozlar. Assalomu alaykum. Bugun yuragi ham quvonch, ham shodlik bilan to'lgan, orzular qanotida uchayotgan yoshlar va farzandini quvonchiga sherik bo'lib kelayotgan aziz ota-onalar. Hurmatli prezidentimiz dunyoda isbot talab qilmaydigan
bir haqiqat bor. Har qanday mamlakat taraqqiyoti sog'lom va bilimli avlodga bog'liq. Shu bois yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida sog'lom, bilimli, teran fikrli, vatanparvar yoshlarni tarbiyalash uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz shart va zarur degan so'zlarni zamirida yosh avlodning baxti va kelajagi yotadi. Ijozatingiz bilan davramizga qalblarida yuksak orzular bilan mustaqil hayotga ilk qadamlarni qo'yayotgan bitiruvchilarimizni tantanali ravishda taklif etsak. Marhamat, 11-A sinf, marhamat, sizni davraga taklif qilamiz. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Unutma do'stlaringni.
Navbatni 2024-2025 o'quv yilida fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlar, sport musobaqalarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan hamda o'zining namunali xulqi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan o'quvchilar, shuningdek jonkuyar ijodkor o'quvchilarni maktab ma'muriyatining faxriy yorlig'i bilan taqdirlaymiz. Tadbirimizni ochib berish uchun so'zni maktabimiz direktori Berdiyev Shuhrat ustozimizga beramiz. Marhamat. Va maktab ta'lim bo'limi 2024-2025 o'quv yilida maktabgacha va maktab ta'limi tizimida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarni hayotga tatbiq etishdagi faol ishtiroki va ta'lim sifatini oshirishga qo'shayotgan munosib hissasi uchun 33-maktab o'qituvchisi Qo'ldosh va Mohigul Sunnatovni ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Shunday tashakkurnoma bilan Jumayeva Dilfuza Mahmudovna ustozimiz ham taqdirlanadi. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Jomirov Dilshod Hamdullayevich ustozimiz taqdirlanadi. Shunday tashakkurnoma bilan Hasanova Havisa Abdurahmonovna taqdirlanadi. Assalomu alaykum hurmatli bitiruvchilarimiz hamda ota-onalari, hurmatli ustozlar. Mana bugun 24-25 o'quv yilini yakunlar ekanmiz. Men sizlarga prezidentimizning tabrigini o'qib eshitaman. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarning hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu shukuhli ayyomimizni maktabimizdagi, mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab 450 ming nafardan ortiq bitiruvchi yoshlarimizni sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz bu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il qizlarimizga, ularga amalga oshirilayotgan ulkan kuch-g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11500 nafardan ziyod farzandlarimizga, 2000 dan ortiq kumush medal sohiblariga, o'qish va izlanishda jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak va namunali bo'lib kelayotganligi uchun alohida tabrik va tilaklarimizni izhor etamiz. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda biz o'z oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar, har tomonlama yetuk yoshlarimizni tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekistonni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etish uchun zarur sharoitlar yaratib bermoqdamiz. Sohalarni puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab monomarkaz, texnopark, kutubxonalar, madaniyat, san'at va sport muassasalari samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Sizlar ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlik faslining oldinga teng har bir daqiqasini qadrlab
kelgusi vatanimiz mustaqilligini, el yurtimiz manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qilayotgan yetuk kadrlar, ongli va oliyjanob insonlar bilan xalqimizga sidqi dildan xizmat qilamiz deb ishonaman. Aminman. Sizlarning yangi g'oya va tashabbuskorlaringizni, turli sohalardagi yutuqlaringizni, yangi O'zbekistonni yanada qudratli etadigan moddiy va ma'naviy sohalarda barpo etishda beqiyos hissa bo'lib qo'shiladi. Sizlardek o'z kuchiga ishongan qat'iyatli yoshlardan qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz va ota-onangiz, butun xalqimiz faqat ezgu ishlar va yorqin natijalar kutadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilik yaratishdan aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamingiz qutlug' bo'lsin, aziz o'g'il qizlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Qatirchi tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi "Men yosh iste'molchiman" mavzusida nishonlar tanlovining tuman bosqichida 9-10 sinf o'quvchilar o'rtasida faol ishtirok uchun 33-maktab o'quvchisi Hasanova Xadicha ushbu faxriyorlik bilan taqdirlanadi. Xadicha o'quvchimiz hozir imtihondaligi uchun o'zining samarali mehnati bilan faoliyat yuritgan o'quvchimizni mana shunday yutuqlarga erishtirgan ustozimiz Aktam va Globar ustozimiz taqdirlanadi. Marhamat ustoz. Qo'lga kiritgan Ismoilova Munisa Nurullo qizi. Yo'ldosheva Dilsevar Sadridinovna. Dilsevar qizimiz yana bitta sertifikatni qo'lga kiritgan. Hakim va Dilzora Oybek qizi ushbu o'quvchimiz ham ikkita sertifikatni qo'lga kiritgan. Ismoilova Munisa Nurullo qizi. Meliyeva Malika Obidjon qizi. Ishqulot va Farzonash. Bahrdinova Umida Shamshiddin qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi 11 sinf o'quvchisi Salimov Alisher 2024-2025 o'quv yili davomida namunali xulqi va oila a'lo baholari uchun taqdirlanadi. Shunday maktab yorlig'i bilan Nurmamatov Shahriyar. Shunday faxriyorlik bilan Rajabov Elbek. Shunday faxriyorlik bilan Tursunov Nurbek. Absalomov Behruz. Erkinova Zarnigor. To'xtatosheva Zibo. Usmonova Nozanin. Fayzullayeva Madina. Safarova Sayyora. Mahmud Soliyeva O'g'iloy. Ismatov Temur. Ismatova Shalola. Adhamova Marziya. O'rni beqiyos albatta. Yoshlarni tabriklash uchun tumanimizga mehmonlarimiz tashrif buyurishgan. Tuman Xatirchi tuman kengash deputati Said Ahmedova
qilamiz. Marhamat. Alaykum, hurmatli ota-onalar, qadrli hamkasbi ustozlar, aziz farzandlarimiz. Sizlarni bugungi unutilmas bitiruv kechalaringiz bilan samimiy muborakbod etaman. Butun tumanimiz kengashi deputatlari nomidan, tuman hokimligi tomonidan sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, keyingi qadam qo'yayotgan mustaqil hayotlaringizga, oliy o'quv yurtlarini egasi bo'lishlik darajasiga yetishlaringizda tilakdoshman. Avvalambor shu aziz farzandlarimizni shu darajaga yetkazgan aziz ustozlarimizga qo'limiz ko'ksimizda har doim ta'zim qilamiz. Chunki hatto sanoq sonini bilmaydigan, harf tanimaydigan o'quvchilarimizni mana bugungi darajaga yetishiga hozir qarab turibman. Bir qancha fanlardan o'sha oliy o'quv yurtlarini egasi bo'lib qolgan bitiruvchi farzandlarimizni kamolini ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdim. Albatta bunda aziz ustozlarimizning mehnatlari jo qilingan. Hozir qarab turibman, aziz ustozlarimizning ko'zlarida ajoyib samimiy tuyg'u. Chunki qaldirg'och bo'lib uchib ketayotgan o'quvchilarni kelajakda o'z o'rnlarini topishga hamma mana shu yerda o'tirganlar hammasi tilakdosh bo'lib qoladi. Shuning bilan birga barcha aziz farzandlarimizni kamolini ko'rishlik aziz ota-onalariga ham nasib qilishini Allohdan so'rab qolaman. Rahmat. Biz markaziga taklif qilamiz. Hurmatli opamiz ko'p yillik tajribaga ega, ta'lim tarbiyada o'quvchilarga o'z samarali mehnatini ayamay kelgan ota-onamiz Kamolova Dilorom opaga so'zni beramiz. Aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, Mehri daryo ustozlar, 33-o'rta maktab tumanda o'zini juda bir o'rniga ega bo'lgan salohiyatli yetuk kadrlarni tarbiyalab yetkazgan maktab sifatida tan olilgan. 33-maktabda mana shunday nimaga ega bo'lishiga bu yerda juda katta mehnat qilgan ilk maktab rahbarlaridan Adolat opa Muhammadiyeva, Sulayman aka Malikov, Shod aka Yerdiyev, Azimjon Elmonovlarning xizmati juda katta. Alloh ularni oxiratlarini obod qilsin. Va keyingi mana shu maktabning salohiyatini yo'qotmay shu darajaga yetkazgan maktab rahbarlaridan Manzura Rahmonova, Zamira Mamatovalar. Men bu maktabni ko'rib juda quvondim. Butun ikkita navaram shu yerdan oliy o'quv yurti talabasi bo'lib shu maktabni bitirib chiqdi. Mana bu yer yana bitta navaram parvozga shaylanib turibdi. Zamira Mamatova mana shu maktabni mehnatini tan olmay ilojimiz yo'q. Garchi singlim bo'lsa ham juda katta mehnat qilib, mana shu mehnatda juda chiroyli nimaga ketirdi. Alloh rozi bo'lsin mehnatidan. Men istardimki mana shu mehnatni yana bir davom ettiradigan, sizlarga kuch-quvvat bersin, yana bitta chiroyli rahbar shu maktabga egalik qilsin. Men bu maktabda juda ham oldin ham ta'lim sohasida ishlaganman, juda hurmat qilaman. Bu yerda ishlayotgan kollektivda. Chunki mana shu darajaga yetishda shu yerda o'tirgan aziz o'qituvchilarning mehnati juda katta. Shuning uchun ularga kuch-quvvat tilayman. Hamma sog'-salomat bo'linglar. Aziz o'quvchilar, hurmatli qaldirg'ochlar, hammalaring niyatlaring nima bo'lsa, ezgu niyatlaring Allohim hammasini amalga oshirsin. Hammalaring oliy o'quv yurti talabasi bo'linglar. Kam deganda mana shu hayotda o'zlaringni o'rnlaringni topib hamma havas qiladigan inson bo'linglar. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat. Onamiz Juraqulova Dilafruz opaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, o'quvchilarimiz, aziz murabbiy ustozlarimiz. Bugun bayramlaringiz bilan hammalaringizni tabriklayman. Ustoz, sizga katta rahmat. Bolalarimiz shu darajaga yetkazib, ta'lim tarbiya berganingiz uchun katta rahmat.
Bularga kelajakda yoshlarimizga omad tilaymiz. Hammasi oliy o'quv yurtlariga kirib ketsin, ilohim. Maktab ma'muriyati katta rahmat ustozlar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat opajon, sog' bo'ling. Bahramand bo'lsak, marhamat. 11-A sinfni davraga taklif qilamiz. Shodlik quvonchlarga to'la barcha qad. Bu aziz dargohda bayramdir bugun. Bilimga erishgan baxtimiz sabab biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Maqsadi ulug', qadami qutlug'. Zabonu shirinu, kalomi qutlug'. Onadek mehribon, otadek ulug'. Biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Ishlaydi yashnasin yorug' olam deb, vatanim g'ururim, yurak nolam deb, barchani birdayin suygan bolam deb biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Kun-u kun zahmatli mehnati uchun, qalblarda singdirgan san'ati uchun, vatanga shu buyuk hikmati uchun biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Olamda ustozdek mo'tabar ul zot, parvozga shaylagay bergan ul qanot, ko'ksi tog' qalbida metindek sabot, biz ta'zim qilgaymiz ustozlar uchun. Menga engoh, qadrli maktabning behasham Ulfat ko'pu, ammolik, lekin bir do'st. Halim topolmadim, halimdan ortiq. Qancha ustoz ko'rdim, qancha oliygoh. Qancha ustoz ko'rdim, qancha oliygoh. Qalam tutib qo'limga ilk bor, yozuv chizuv o'rgatgan ustoz. Eslagaymiz biz sizni ko'p bor, ta'lim bergan birinchi ustoz. Behuda ketmadi qilgan mehnatlar. Siz uchun atalsin bari rohatlar, o'quvchimas, go'yo sizga farzandlar, jon fido aylagan birinchi ustoz.
qochamiz. Nahot endi biz tobora sirli hayotga shoshamiz. Hali anglolmagan asrorlarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Naqoshliklarga oshkora yuraklardan joy beramiz. Sinaqashim yo'qmi chora, fursatlarni boy beramiz. Senga aytolmagan izhorlarim dilda juda ko'p, juda ko'p, judayam ko'p. Hayır alvido, umrimizning zarlazasi. Hayır alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori, gullari a'lo. Hayır alvido, maktab alvido, sen umrimiz zarlazasi. Hayır alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Hayır alvido, sinfdosh qiz ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Hayır alvido, alvido. Partalarning orqasida qolib ketdi hayolotlar. Ismimizni olib uchgan o'sha havo samolyotlar. Hali chinga aylanmagan hayollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Ne uchundir bilmam kechir, gaping tutsam sezdim titroq. Sinfdosh, men ham seni ayrilar çok sevdim ko'proq. Senga berolmagan sirli savollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p, judayam. Nahot keldi o'sha dam, qayg'uli dam. Ko'zlarimiz to'la yosh, qalbda alam. Bahor fasli tugayotgani xuddi umrimiz bahoriga yaqin bo'layotgandek tuyulaveradi. Dam badam, yana alam. Bizni ayirayotgan so'nggi qo'ng'iroq, xuddi yuragimga zarba berayotgandek ta'sir etadi jongina. Hayır alvido, umrimizning zarlazasi. Hayır alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori, gullari a'lo. Hayır alvido, maktab alvido, sen umrimiz zarlazasi. Hayır alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Hayır alvido, sinfdosh qiz ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Hayır alvido, alvido. Va nihoyat hayajonli daqiqalar. So'nggi qo'ng'iroq sadolari ostida bitiruvchilarimizni kuzatib qo'yamiz. Ko'zimdan qalqiydi quvonch, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. O'z nihoyasiga yetdi. Sog' salomat bo'ling.